Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'pchilik xodimlarni dardi haqida gaplashamiz. Odatda hamma videolarda xodim yomon, xodim o'sish kerak, xodim kuchayish deb aytamiz, lekin rahbar haqida unaqa feedbackni ko'rmaganmiz. Men bugun o'sha o'zini kritika qilishga, tanqid qilishga tayyor bo'lgan va o'zgarish xohlaydigan rahbarlar haqida video qilmoqchiman. Mana shu videoda siz bilan aslida rahbar o'zini qanaqa tutish kerakligi, qanaqa bo'lish haqida gaplashib o'tirganmiz. Demak, bugungi ko'rib chiqadigan asosiy mavzularimiz rahbarda o'zini haqiqiy vazifasi qanaqa bo'lishi kerak. Bizning miyamizdagi vazifamiz balki amaliyotda rostakamiga kompaniyaga natija olib kelgan vazifasi qanaqa bo'lishi kerakligi juda ham muhim fikr. Real hayotiy misollar bilan va kuchli rahbarda qanaqa ishlashi haqida gaplashar ekanmiz. Undan oldin o'zimni tanishtirib o'taman. Meni ismim Javohir, familiyam Abdufattoh. 4 yildan beri boshqaruv yo'nalishida ishlab kelaman. 2 yildan beri esa O'zbekistonda eng katta onlayn maktablardan biri Superme kompaniyasida operatsion direktor sifatida faoliyat olib boraman. Asosiy yo'nalishim o'sha ta'lim va infobiznes sohasida. Superme kompaniyasida Davron aka Turdiyev va Anvar aka Baxtiyorovda proyektlari bilan shug'ullanaman operatsion direktor sifatida. Ta'lim yo'nalishida hozirgacha o'nlab kompaniyalarga o'sha konsultatsiyalar va operatsion direktorlar, project menejerlar tayyorlab berishga yordam berganman. Bu o'sha rasmda bizada jamoamiz bozorda eng ko'p nomi chiqqan o'sha xotira bo'yicha Superme produkti va Ideal Yil info mahsuloti orqali bizani ko'pchilik tanisa kerak. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Asosiy birinchi ko'rib o'tadigan narsamiz bu rahbarlik o'zi nima? Men bitta yozib qo'yganda o'sha Google ga yozadigan bo'lsangiz, Yandex yoki GPT ga yozadigan bo'lsangiz, turli xil ta'riflar chiqadi. Juda ham ko'p ta'riflar bo'ladi, har xil joylardan, har xil menejment universitetlaridan berilgan ta'riflar. Lekin bizning miyamizdagi tasavvurimizda rahbarlik qanaqa tushuniladi? Bu birinchi navbatda status sifatida ko'rinadi. Ya'ni mansab deymiz, o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, rahbarlikni hamma mansab sifatida ko'radi. Bo'ldi, men bitta mansabga chiqib oldim, endi o'sha mashinamni olishim kerak, uyimni olishim kerak, bo'ldi, hayotim zo'r bo'lib ketdi deb o'ylashadi. Yoki hokimiyat jihatdan o'shanda boshqa odamlarga buyruq berish, ishdan bo'shatish, ularga nisbatan ko'proq nima bo'ladi? Nazorat o'rnatish imkoniyatlari bo'lar ekan rahbarda. Katta maoshni tushunishadi, xizmat mashinasi, alohida kabinet, kotiba, mana shunaqa tarzda turli xil filmlardan yoki odamlar gapidan yig'ilgan bizada nima stereotiplar bor. Bugun mana stereotiplarni yo'q qilishga harakat qilar ekanmiz. Aslida-chi rahbar nima degan ekan? Biz bu narsalar demaymiz. Siz o'ylashingiz mumkin, men rahbar deganda, direktor deganda mana shu narsalarni tushunardim deb. Ozgina farqli joylari bor. Demak, birinchisi rahbarning asosiy vazifasi nima? Meni ustozlarimdan biri Alexander Friedman juda ham chiroyli ta'rif bergan. Rahbarlik o'z aslida qanaqaligi, nima ishlar bajarish va qanaqa kasblik haqida. Uning aytishi bo'yicha, demak, rahbarning asosiy vazifasi kompaniyadagi barcha aktivlardan professional foydalanish, ta'minlash. E'tibor bering, bu yerda kulchoy so'zlar bor, kalit so'zlar bor. Bu yerda demak, barcha aktivlar birinchi kalit so'zimiz va professional foydalanish. Mana shu haqida gap ketyapti. Aktivlarimiz bizda nimalar bo'lishi mumkin ekan? Moliyaviy holatimiz, bizda pulimiz, texnologiyalarimiz, bu sizda CRM bo'lishi mumkin, IP telefoningiz bo'lishi mumkin, oddiy Face ID bilan xodimlarni kelish-ketish vaqtini ko'rishingiz mumkin. Bular hamma texnologiyangiz, vaqtingiz albatta va eng muhimi bu xodimlaringiz. Aynan mana shu narsalar bizda nima ekan? Kompaniyamizda asosiy resurslarimiz ekan. Rahbar sifatida esa hammasidan to'g'ri, o'rinli, joyi kelganda maksimal foydalanishingizga to'g'ri keladi. Ozgina qo'polroq eshitilishi mumkin, lekin haqiqat shunaqa achchiqroq bo'ladi. Rahbar sifatida mana shunaqa sizda mas'uliyat va javobgarlik bo'lar ekan. Demak, Alexander Friedman'da yana bitta kuchli ta'rifi bor. Bu xodimlar qanday boshqarilsa, shunday ishlaydi. Shuning uchun professional rahbarda yomon xodim bo'lmaydi deydi. Oddiy tushuntiradigan bo'lsam, xodim agar o'sishga layoqati bo'lsa, o'zida ambitsiya bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan rahbar bu narsani undan chiqarib ola oladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, vaqtida u bilan xayrlasha oladigan odam bo'ladi. Mana shu tartibda biz hozir siz bilan bitta misolni ko'rib o'tamiz. Tasavvur qilinglar, hammamizda bo'ladigan vaziyat, siz kompaniyada deylik, operatsion direktor yoki CEO siz yoki founder bo'lishingiz mumkin. Sotuv bo'limingizga tashqaridan rahbar olib kirdingiz. Savdo bo'limingiz rahbari, o'sha rob deymiz, sotuv bo'limi rahbari kirib keldi. Eski sotuvchilarga nisbatan kritika qilyapti. Ishlash bilmaydi, telefonda gaplasha olmaydi, dangasa, kechikib keladi va hokazo va hokazo va hokazo kritika qilish boshladi. Nima qildingiz keyin? Xodimlaringizni bilasiz, u kelguncha ham yaxshi ishlashgan, yaxshi konversiyalar qilishgan. Rahbardan voz kechdingiz. Mayli, men o'rniga boshqa odam olib kelaman dedingiz. Mana shu holatda ham ko'rib chiqsa, yangi rahbar keldi, u nima qildi? Xodimlardan ayb qidirmadi degan yangi tizim qo'yishga harakat qildi. KPI qo'yib berdi birinchi o'rinda sotuvchilarni qanchalik ko'p kassaga summa tushiradigan bo'lsa, o'shanga bog'liq foizga KPI chiqarib berdi. Normativlar qo'yib berdi. Erta kelishiga, uzoq muddat ishlashiga, call time'iga, telefonda gaplashilgan qo'ng'iroqlar vaqtiga, mana shunaqa tarzda to'g'ri KPI dan foydalanib sotuvchilarga sotuv skriptini yozib berdi. Har bitta produktga, e'tirozga nisbatan aniq bitta foydalanish mumkin bo'lgan skript berdi unga. Nazorat tizimi
tizimini joriy qildi. Mana shu tartibda nima qildi? U sotuv bo'limidagi natijalarni 3 oy ichida 2 baravarga o'stira oldi. To'g'ri, bu yerda qaysidir xodimlar bilan xayrlashgan bo'lishi mumkin, lekin jamoaning katta qismi o'sha bo'lib qolgan. Bu qanaqadir tasavvuriy narsa emas. Bu ishoning, bizning o'zimizni bozorda ham, infobiznesda ham juda ham ko'p joyda kuzatilayotgan holat. Ya'ni hamma muammoni xodimga emas, balki rahbarni o'zini fikrlashi, o'zini tutishi, o'zini qanaqa uslublardan foydalanishiga ham juda ham ko'p narsa bog'liq bo'lar ekan. Endi bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Nima bo'lyapti? Xodimlar mana shu holatdan keyin o'zgardimi? Katta ehtimol bilan o'zgarmadi. Xodimlardagi biz triggerlar topdik. Xodimlardagi o'sha talantini to'g'ri chiqarib berishiga biz nima qildik? Imkoniyat, sharoit yaratib bera oldik bu misol orqali. Xo'p, yana bitta misol keltiradigan bo'lsak, bitta komandani olaylik. Bitta har doim vazifalar kechikishni boshlaydi. Rejaga tez-tez o'zgartirish kiritiladi. Hammani miyasida noaniq ertaga nima bo'lishi haqida bilishmaydi. Deadline'lar buziladi, oqibatda nima bo'lar ekan? Kompaniya o'zi qo'ygan maqsadga erisha olmaydi, natija bo'lmaydi. Rahbarda bunaqa holatda nima bo'ladi? Rahbar vazifalar aniq qo'ymagani uchun, prioritet belgilamagani uchun, ayni hozir nima muhimligi haqida jamoadoshlarni ogohlantirmagani hisobiga va kontrol yo'qligi uchun umuman mitinglarda ham ma'no bo'lmasligi mumkin bu yerda. Mitinglar qachon boshlab, qachon tugashi belgilanmagan bo'ladi. Xullas olganda o'zimizni dehqoncha boshqaruv natijasi mana shunaqa muammolar bo'ladi va rahbar hamma joyda mani komandam ham kuchsiz, qayerdadir kuchli komandani ko'radigan bo'lsa, qaniydi menda ham shunaqa odamlar bo'lsa, qaniydi menda ham shunaqa proyekt bo'lsa, qaniydi menda ham shunaqa biznes bo'ladigan bo'lsa deb boshqalarga havas qilib, o'zini qo'l ostidagi tayyor resursdan foydalanmay, natija qila olmay, qisqa muddat ichida nima bo'lish boshlaydi? Jiddiy zarar ko'rishni boshlaydi. Aslida muammo bu rahbarni fikrlash va boshqaruv tizimini amaliyotda qo'llamaganida bo'lar ekan. Xo'p, yana nima sababli bunaqa muammolar kelib chiqadi? Birinchi navbatda vazifa noto'g'ri qo'yiladi. Bu qaranglar, vazifa deganda bu borib kulerda suvni to'ldirib qog'ozga olib kelib qo'y, lampochka kuyib almashtir. Bunaqa vazifalar emas. Umuman olganda kompaniyaning maqsadidan boshlanadi, missiyasidan boshlanadi. Kompaniya bir oyda qanaqa maqsad, nimalarga erishmoqchi, 3 oyda nimaga erishmoqchi, 1 yildan keyin o'zini qayerda ko'ryapti. Xodim sizga ishga kelish boshlagandan keyin 6 oydan keyin qanaqa maosh oladi, qayerga boradi, 1 yildan keyin qanaqa maosh oladi, qanaqa lavozimda bo'ladi. Mana shular hammasini siz ko'rsatib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'lar ekan. Xodim tushunmaydi nima qilish kerakligini, qachon qilish kerakligini va nima uchun qilish kerakligini. Mana shu berilayotgan topshiriqlarda asl sababi negiziga yetib bormaydi. Ikkinchidan, nazorat yo'q bo'ladi. Rahbar faqatgina zadacha tugagandan keyin, topshiriq tugagandan keyin oxirida nimaga qilinmadi, nimaga vaqtida topshirilmadi, nimaga sifati yomon topshirildi, men bu narsani kutmovdim, menga bu narsa kerak edi deb nima qilish boshlaydi? Bajarilgan ishdan o'zini noroziligini ko'rsatishni boshlaydi. Bu natijada esa ko'pincha xodimlarda motivatsiyasi tushib ketishi bilan bog'lanadi. Ular yangi challenge'lar qo'ymaydi, yangi narsalar qilishga harakat qilmaydi. Uchinchisi, albatta bu tizim yo'qligi va umuman tizim qo'yishga harakat ham qilmaslik. Men hech kimdan kompaniyangizda tizimlashtirib tashlang, 1 oy ichida 2 oy ichida talab qilinmaydi. Bu yerda o'ziga yarasha qadamlar bor. O'sha standartlashtirish bo'lishi kerak birinchi navbatda, undan keyin tizimlashtirish va bizda 3-etap bu avtomatlashtirish etapi bo'ladi. Bu proses qadamma-qadam bo'ladi. Buni birdaniga qilishning iloji yo'q. Juda ham ko'p menejment instrumentlar bor. Hammasini olaman, bittada qo'llayman desangiz qiynalasiz. Shuning uchun sizni biznesingiz, sizni loyihangiz, komandangizga qarab, qaysi instrument birinchi ishlatilish kerakligini olib, sekin jarayon davomida qo'llab, amaliyotda feedback olib, tuzatib ketadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan natija tizimlashtirishga erishishingiz mumkin bo'lar ekan. Tizim deganda birinchi navbatda o'sha reglamentlar nazarda tutilyapti. U lavozim profillari bo'lishi mumkin, ishlar bajarilish ketma-ketligi bo'lishi mumkin, SOP'lar bo'lishi mumkin. Mana shu proseslar haqida gap ketyapti. Jarayonda yo'qligi, endi bitta CGM bo'lishi mumkin, customer journey map yoki o'sha ichki bizada biznesimiz strukturasi xodimlarga notanish bo'lishi mumkin. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, aniqlik bo'lmasligi bu nima ekan? Kompaniyada tizimli yo'qligini ko'rsatib berar ekan. Kuchli rahbar qanaqa ishlaydi? Kuchli rahbar tanqid qilmaydi, xodimlar ayblamaydi. Bu eng asosiy narsa. Hammani ayblab, hamma ayb xodimlarda deb yuradigan rahbar ishoning katta ehtimol bilan biznes uzoqqa bormasligi mumkin. Balki borayotgandir hozir bo'sh bozor ichida yursa. Lekin u bozorda konkurensiya boshlanadigan bo'lsa, ishoning juda qiyin bo'ladi. Faqat aybni xodimlardan ko'radigan rahbarni faoliyat olib borishiga. U qanaqa bo'lar ekan? Birinchi o'rinda vazifani aniq qo'ya oladi. Kutuvlarni bir xil qilib oladi xodim bilan. Men bu vazifada mana bunaqa kutuvim bor deb aniq qo'yadi, xodim ham tushunib oladi. Demak, bizda rahbarning miyasida menda mana bunaqa natija qilib berishim kerak ekan degan narsa bor degan holatda nima qilish boshlaydi? Ishni aniq qilib harakatlanishni boshlaydi. Resurs berish boshlaydi. Moliyaviy tarafdan, ma'lumot tarafdan, kurs tarafdan mana shunaqa qilib nima qilar ekan? Xodimni ishlash protsessini osonlashtiraveradi va albatta ishlar qo'yilgandan keyin nazorat qilishni boshlaydi. O'zimizga ham e'tibor bering-da. Bolalikdan sizda bironta mashg'ulot bilan shug'ullanayotganingizni kimdir kuzatsa, nazorat
nazorat qilsa, so'rab turadigan bo'lsa, maksimal u narsani yaxshi qilishga harakat qilgansizda. Hammamiz tabiatimizda bor-da bu. Siz anaqa xodimga ham vazifa berilganda, u o'z vaqtida so'rab turilsa, mikromanejment qilib har doim so'rab turilsa emas, o'z vaqtida so'rab turilsa, nazorat checkpointlari bo'ladi. O'sha vaqtda so'rab turiladigan bo'lsa, feedback beriladigan bo'lsa, ish uchun, ishda yaxshi natija topshirgan uchun rahmat deyiladigan bo'lsa, xodim bu narsani jon dili bilan qiladi. Bitta narsani tushuninglar, hech kim ertalab turib, men bugun borib ofisga xodimlarni bir-biri bilan urushtiraman. Men ishimda yomon rezultat qilaman. Rahbarim asabiga tegaman, hisobotlar yomon yozaman deb kelmaydi. Hech kim unaqa niyatda kelmaydi. Yo'q unaqa odamlar. Hammani ofisga kelishdan maqsadi yaxshi ishlash, rezultat qilish va yaxshi daromad olishi, oilasiga boshqasiga yordam berishi. Unaqa yomon niyatlilar bo'lsa, ishoninglar, ko'p holatda ishlamaydi hamda ofisda. Mana shuning uchun harakat qilishimiz kerak, hammani o'zimizdek ko'rishga. Nima qilar ekan? Yaxshi rahbar tizim yaratishga harakat qilar ekan. Bu jarayonda kichik-kichik qadamlar bilan, o'sha biz ko'p aytadigan Kaizen usuli bilan sekin o'sish qiladigan bo'lsa, muhimi qaysidir etap ketganda bu narsa o'z natijasini ko'rsatishni boshlaydi. Agar jamoa ishlamayotgan bo'lsa, rahbar o'zidan so'rash kerak bo'ladi. Men vazifani to'g'ri qo'ydimmi? Har bitta lavozim uchun KPI bormi? KPI Key Performance Indicator deyiladi. Ya'ni bu faqatgina beriladigan pul nisbatida emas, balki ayni bitta xodimni siz uchun ключевой qilib beradigan ishlar haqida. Sotuvchini, misol uchun sotuv kommersiyasi yoki kassaga tushiradigan pul haqida gap ketyapti. Nazorat tizimi bormi? Ularni qanaqa qilib nazorat qilasiz? Mitinglar o'tkazib nazorat qilasizmi? Hisobotlar orqali nazorat qilasizmi? Shu haqida o'ylab ko'ring. Jarayonlar aniqmi? Jarayon degani biznesda doimiy takrorlanadigan holatlar. Sizga pul olib kelib turadigan narsa. Mijozni doimiy jarayon sifatida yig'ishingiz, unga doimiy jarayonda savdo sotuv bo'limingiz sotishi, produkt taqdim etishingiz, mana shu etaplar jarayonlar bo'ladi. Ular qanaqadir sxema ko'rinishida yoki SOP ko'rinishida yozilganmi va xodimlar bu narsadan xabari bormi? Umuman men Davron aka ustozim ko'p aytadi, nimadir muammo bo'lsa kelib aytinglar. Men odamlarning fikrini o'qishga qodir emasman dedi. Juda ham anaqa sodda tuyulishi mumkin, lekin rostdan ham shunaqa oddiy narsa. Odamlar fikrini o'qiy olmaymiz rostdan ham. O'shani hisobiga feedback so'rashingiz kerak bo'ladi. Xodimlar ko'pincha o'zi ayta olmaydi bu narsani. Chunki status jihatdan normalniy farq bor bu yerda rahbar bilan xodim orasida. Shuning uchun nima qilishimiz kerak bo'lar ekan? Xodimlardan feedback olib, o'sha birga bir suhbatlar o'zini o'tkazish tartibi bor, olishimiz kerak. Xulosa qiladigan bo'lsa, rahbarlik bu qanaqadir status, mansab, chiroyli mashinalar, doim kostyum shimda yurish, qora ko'zoynak bilan Gollivud aktyorlariga o'xshab chiroyli ko'rinish emas. Bu o'ta og'ir kasb, ishlash kerak bo'ladi, o'rganish kerak bo'ladi va buni eng muhim qismi bu mas'uliyat olishda, javobgarlik olishda. Siz rahbarmisiz, siz kompaniyangiz natijasi uchun ham javob berasiz. Siz xodimlaringizni oladigan maoshi, ertaga uyiga olib kirishi, ularga yaxshi ish topib berish, protsessda ularning daromadini ko'tarilishi uchun ham javob berasiz. Siz mas'uliyatli odam bo'lishingiz kerak. Agar o'zingizning hayotingizga mas'uliyatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan qo'l ostingizdagi u bitta odam bo'ladimi, ikkita odam bo'ladimi, 5 ta odam bo'ladimi, 50 ta odam bo'ladimi, u odamlarning hayotini yaxshilashga yordam bera olmasligingiz mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda fikrlashimiz to'g'rilagan holda qanaqa qilib yaxshiroq rahbar bo'lish, komandamizga yaxshi sharoitlar yaratib berish va asosiysi muhimi qanday qilib natijaga chiqish haqida ko'proq o'ylashimiz kerak bo'lar ekan. E'tibor uchun kattakon rahmat. Albatta mana shu video haqida fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling.